Dugonamni akasi shunday opit bilan tiqdiki, qanday qilib oxirigacha kirib ketganini chiqarganida sezdim. Keyin nima qilishimni bilmay qoldim. O'sha payt. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizga yurakni larzaga soladigan, sevgi va sinovlarga to'la bir hikoya aytib beraman. Oxirigacha tomosha qiling va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bolaligimdan dugonam Dilnoza bilan birga katta bo'ldik. Uning uyi biznikidan uncha uzoqda emasdi. Shuning uchun ko'p vaqtimizni birga o'tkazardik. Dilnozaning uyiga borganimda har doim bir odam menga diqqat bilan qarab qolardi. Bu uning akasi Jamshid edi. U mendan bir necha yosh katta, jiddiy va vazmin yigit edi. Avvaliga Jamshid menga oddiygina salom derdi xolos. Ammo oradan vaqt o'tgach, uning nigohlarida nimadir o'zgarib borayotganini sezardim. Men ham gohida unga qarab qo'yib, yuragim tez urib ketishini his qilardim. Bir kuni Dilnoza uyida yo'q edi, lekin men unga berishim kerak bo'lgan daftarni yetkazish uchun borishga qaror qildim. Eshikni Jamshid ochdi. Dilnoza uyida yo'q, lekin kir, kutib olasan, dedi u jilmayib. Men ichkariga kirdim, lekin o'zimni nimagadir hayajonli his qilardim. Gap orasida Jamshid menga bolalik, hayot, orzular haqida so'zlab berdi. Uning ovozi jarangdor, so'zlari esa juda ishonarli edi. O'sha kuni biz juda uzoq gaplashdik. Men o'zimni unga yaqinroq his qila boshladim. Bilmayman, bu do'stning akasiga bo'lgan oddiy hurmatmi yoki yuragimda yashirin sevgi bo'lib ulgaygan hissiyotmi. Kunlar o'tdi. Biz bir-birimizga asta-sekin odatlandik. Telefon orqali gaplashish, uchrashib suhbatlashish odatiy holga aylandi. Jamshid meni himoya qilgisi kelardi. Men esa o'zimni unga ishonib topshirgim kelardi. Bir kuni u menga shunday dedi: "Men seni birinchi uchratgan kunimdan beri boshqacha his qilyapman. Sen mening hayotimdagi eng muhim inson bo'lishing mumkin." O'sha so'zlar yuragimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men ham unga bo'lgan tuyg'ularimni yashirmadim. Bizning hikoyamiz shunday boshlangan edi. Ammo bu yo'l oson emasdi. Dugonamdan bu sirni yashirish, odamlarning gap-so'zlari, oilaning roziligi hammasi biz uchun sinov bo'ldi. Ba'zan shunday lahzalar bo'ldiki, hammasidan voz kechmoqchi bo'ldim, lekin Jamshidning ishonchli qo'li meni qaytadan o'sha yo'lga boshlardi. Oradan yillar o'tib, biz bir-birimiz uchun eng qadrli odam bo'lib qoldik. Bu hikoya oddiy uchrashuvdan boshlangan bo'lsa-da, hayotimdagi eng katta burilish bo'ldi. Men o'sha kunni hech qachon unutmayman. Jamshid bilan bo'lgan yaqinlik ortib borar ekan, men dugonam Dilnozaga bo'lgan munosabatim haqida o'ylay boshladim. U bilan bolalikdan sirlarimiz bir edi, lekin endi men undan bir sirni yashirayotgan edim. Bir kuni kechqurun telefonim jiringladi. Ekranda Jamshidning ismi yaltirardi. "Salom", dedim men mayin ovozda. "Bugun seni ko'rmasam bo'lmaydi", dedi u qisqa va qat'iy. "Balki bu biz uchun juda muhim kun bo'ladi." Yuragimda hayajon aralash qo'rquv paydo bo'ldi. U menga uchrashuv joyini aytdi, shaharning chekkasidagi kichkina choyxona. Borib qarasam, u burchakdagi stol yonida o'tiribdi. Oldida choynak va ikkita piyola. "Keldingmi?" dedi u jilmayib, ammo nigohida jiddiylik bor edi. "Men sendan bir narsani so'ramoqchiman." "Nima haqida?" dedim ichimda o'zimni tayyorlashga harakat qilib. "Men seni yaxshi ko'raman. Bu endi sir bo'lib qolmasin. Oilamga ham, Dilnozaga ham aytmoqchiman." Bu so'zlarni eshitgach qo'lim titradi. "Dilnoza, u meni tushunarmikan?" dedim ko'zimga yosh kelib. Jamshid qo'limni ushladi. "Men unga tushuntiraman. Muhimi sen rozi bo'lsang bo'ldi." O'sha kecha uyga qaytgach uxlay olmadim. Bir tomondan bu sevgidan ketishni istamasdim, ikkinchi tomondan esa dugonamni yo'qotishdan qo'rqardim. Ertasi kuni Jamshid qaror qildi. U Dilnoza bilan ochiqchasiga gaplashdi. Men deraza ortidan ularning suhbatini eshitib turardim. Avvaliga Dilnoza hayron bo'ldi, keyin ovozida alam sezildi. "Demak, sen mening dugonamni tanlading." Lekin oradan bir necha daqiqa o'tib uning ohangi yumshadi. "Agar siz chin dildan bir-biringizni yaxshi ko'rsangiz, men aralashmayman." Bu so'zlarni eshitganimda yelkamdan tog'dek yuk tushgandek bo'ldi. Jamshid menga qarab jilmaydi. Uning nigohida endi hech narsa bizni ajratolmaydi degan ishonch bor edi. Ammo hikoyamiz endi boshlanayotgan edi.
Oilaning qolgan a'zolarini ko'ndirish, odamlarning gap-so'zlariga chidash va kelajakni birga qurish bizni yanada yaqinlashtirdi. Men bilaman, ba'zi sevgi hikoyalari tasodifiy uchrashuvdan boshlanadi, bizniki esa sinovdan. Va bu sinovlar bizni yanada mustahkam qildi. Jamshid bilan munosabatimiz endi yashirin emas edi. Dilnoza bizni tushundi, lekin bu hali hammasi hal bo'ldi degani emasdi. Eng katta sinf hali oldinda edi. Bu uning onasi va qarindoshlari edi. Jamshid meni bir kuni oz uyiga chaqirdi. Dilnoza ham u yerda edi. Ichkariga kirganimda mehmonxona jimjit edi, faqat Jamshidning onasi qovogini uyib o'tirardi. "Qizim, sen yaxshi qizsan, lekin..." U bir zum to'xtadi, nigohini menga qadadi. "Dugonangning akasiga turmushga chiqish bu yaxshi qaror emas. Odamlar nima deydi?" Ichimda qo'rquv uyg'ondi, lekin Jamshid meni qo'limdan ushlab onasiga qaradi. "Odamlar nima desa desin, men uni yaxshi ko'raman." Onasining yuzida norozilik ifodasi saqlanib qoldi, lekin u jim bo'lib qoldi. Shu suhbatdan keyin men bir narsani tushundim. Jamshid men uchun kurashishga tayyor. O'sha kundan so'ng qarindoshlar orasida gap-so'zlar ko'paydi. Bu qiz Jamshidga mos emas, do'stlik buziladi degan mishmishlar quloqqa chalinardi. Ba'zan uyda yolg'iz qolganimda shu gaplar yuragimni ezib yuborardi. Lekin Jamshid har safar meni ko'rganda shunday derdi: "Men seni tanlaganman, qolganini esa vaqt isbotlaydi." Kunlar o'tib, onasi ham bizning jiddiy ekanimizni tushundi. To'y kunini belgilashga qaror qilindi. Ammo shu payt yana bir sinf chiqdi. Jamshidning uzoqdagi ammasi kelib qattiq qarshilik bildirdi. Bunday qarindoshlik ichida bo'lish yaxshi emas, keyin afsuslanasizlar. Bizning sevgi hikoyamiz yana bosim ostida qoldi. Bir kuni kechqurun Jamshid meni shaharning baland tepaligiga olib chiqdi. Pastda chiroqlar porlab turar, shahar go'yo yulduzlar soyasida uxlab yotgandek edi. "Hayotda odam hamma narsani o'ylab taroziga solib qaror qila olmaydi", dedi Jamshid. "Ba'zan yurak nima desa, shuni qilish kerak. Men seni yo'qotishni istamayman." O'sha kecha biz bir-birimizga yana ham ko'proq bog'landik. Men bilardimki, oldimizda hali to'y, yangi hayot va balki yana ko'p sinovlar kutib turibdi. Ammo Jamshid yonimda bo'lsa, men hech narsadan qo'rqmasdim.